Bismillahirrahmanirrahim. Ramazandaki kechilik ibadetleriniz. Sadece İslam bilimleri doğru. Müminning şerefi bolgan kechilik namaz, asmanning amini Jibril aleyhisselam, zaminning amini Muhammed aleyhisselamga elib kelgan bir haqiqatdir. Jibril aleyhisselam Muhammed aleyhisselamning yeniga kelganda shundoq degan: "Ey Muhammed, sen xalqiningcha yasha, cho'qim vafot bo'lasan, xalqan kishini yaxshi ko'r, aman oningda ayrilsan, xalqiningcha amal qil, uning natijasini ko'rasan. Bilginki, müminning sharafi kechasi qiyam turishdir. Uning izzati insonlardan behojat bo'lishdir. Şuna Ramazan keçileri qiyamda turish boshqa kechalarda qiyam turganga o'xshamaydi. Ramazan kechilaridagi qiyam sharaf ustiga sharafdir. Muhammed aleyhisselam Ramazan keçilerini Kur'an bilan o'tkazadi. Jibril aleyhisselammu Ramazan keçilerini Muhammed aleyhisselam bilan Kur'an Karim tilovat qilib o'tkazish uchun payg'ambarimizning yoniga keladi va Qur'onni dars qilib beradi. Hadis sharifda mundaq kelgan: Payg'ambar aleyhisselam eng saxiy kishi edi. Ramazanda Jibril aleyhisselam Qur'onni dars qilib berish uchun kelgan vaqtida texim saxiy bo'lib ketadi. Hadisning oxirida har kechasi shundoq edi deb kelgan. Salaflarmi Ramazan kechalarini Qur'on bilan o'tkazish uchun boshqa vaqtdagidanmi uzunroq qiyamda turadi. Ularning ba'zisi Qur'onni Ramazan kechalarida bir qatim tamom qilsa, ba'zilari 10 kunda tamomlaydi. Yana ba'zilari 7 kunda tamomlaydi. Hatto 3 kunda bir qatim tamomlaydiganlarni uchratqili bo'ladi. Ramazan kechalarida qiyamda turishning boshqa vaqtga qaraganda fazilati ko'p bo'lib, bu to'g'risida payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Kimki Ramazanda chin imoni bilan savob umid qilib qiyamda tursa, u kishining ilgirki gunohlaridan mag'firat qilinadi. Bu yerdagi ishonish va savob umid qilish bo'lsa, Allohning shu mukofotni beradiganligini tasdiq qilib va savob umid qilib, Allohga ixlosmandlik bilan yiqilishib, Ramazan kechalarini ibodat va qiyam bilan o'tkazish deganlikdir. Payg'ambar alayhissalom Ramazonning ba'zi kechalari sahobalari bilan birga qiyam turgan bo'lib, keyincha ummatik farz bo'lib qilishdan ansirab tark etgan. Bu vaqtda payg'ambar alayhissalom shundoq degan: "Sizlarga farz qilinishdan ansirab qoldim." Payg'ambar alayhissalom vafot bo'lib, vahiyning uzilib qolishi bilan bu jihatdan farz qilinishdan xotirjam bo'lgan vaqtda Umar radhiyallohu anhu, Ubay ibn Ka'b va Tamim ad-Dari radhiyallohu anhularni kishilarga Ramazon kechalarida namoz o'qib berishga buyurdi. Bular jamoatga imom bo'lganida bir rakatda 100 oyat atrofida o'qiydi. Hattoki kishilar qiyamning uzunligidan aslarga tayinlanadi. Ular faqat zo'rliq vaqtida qaytishadi. Butun kecha qiyamda turish yuksak himmat egildirli baja keltira oladigan ish bo'lib, bu xil himmat zamonimiz kishilarda azlab ketdi. Qiyamning uzun qisqaligi Imom Ahmad bayon qilgandek, jamoatning taqtiga yarasha bo'ladi. Bütün kecha davom qiladigan qiyam haqida so'ralganda u shundoq degan: Buningda kishilarga mashaqqat bor bo'libmi, kechalari qisqa bo'lgan kunlarda ahvol kishilarning taqtiga yarasha bo'ladi. Imom Ahmad Ramazonda jamoatga namoz o'qib beradigan ba'zi shogirdlarga bular ojiz kishilardir deyish orqali ularga kuyunchalik qiladi. Shuning bilan ular jamoatga 27-kechasi Qur'onni tamom qilib beradi. Mana bu Qur'onni 27 kechada yoki 30 kechada tamom qilishning ojizlarga mos keladiganligini ko'rsatib beradi. Lekin zamonimizga ojizlik aslab eshib ketdi. Hatto imomdan bir rakatda bir qancha oyatdan ortiq o'qimaslikni talab qiladigan kishilarni ko'ryapmiz. Ba'zi kishilar imom bilan bu bir qancha oyatlik namozga turg'unidimi, dunyoning o'tkinchi lazzatlari va arzimas matolarni arzu qilib 2 yoki 4 rakatdan keyinla namozdan qaytib ketishadi. Agar ular imom namozni tamom qilganga qadar sabr qilgan bo'lsa, albatta ular uchun payg'ambar alayhissalom xabar berganidek butun kecha qiyam turganning savobi yozilgan bo'ladi. Payg'ambar alayhissalom bir qatim sahobalar bilan kechining 3dan 1gacha yana bir qatim yarim-ocha qiyamda turdi. Sahobalar kechining qolgan qismidami biz bilan qiyam turgan bo'lsang-chi, ey Allohning payg'ambari deb so'radi. Payg'ambar alayhissalom javoban: Bir kishi imom qaytganga qadar namoz o'qigan bo'lsa, u kishi uchun kechining qolgan qismining savobi yoziladi dedi. Bu fazilat imom namozni tamom qilgan qadar imom bilan birlikda turgan kishiga xosdir. Ibn Rajab bu hadis haqida mundaq deydi: Bu hadis kechining 3dan 1ida qiyamda turish yoki yarmida qiyamda turish faqat imom bilan birlikda turish sharti bilan butun kecha qiyam turganning savobi yozilganligini ko'rsatib beradi.
İmam Ahmed bu hadisga asosan imom qaytmoqcha namozdan qaytmaydi. Ramazanda qiyamda turish ro'zning ruhi bo'lganligi uchun imomlarimiz kecha qiyomida Qur'on tamomlashda kishilarga yenikilishda ulgu bo'lishadi. Yolg'iz o'qigan kishining uzun o'qishiga yoki boshqalar namoz o'qib berib, ularni u kishiga itoat qilib uzun o'qishga ko'ngan bo'lsa, buningga cheklam qo'ymaydi. Ibn Rajab shunday deydi: Qiroatni uzun qilishni xohlagan kishi o'zi yolg'iz uzun o'qib olsin. Boshqalar namoz o'qib berganida ularni u kishi itoat qilib uzun o'qishga rozi bo'lsa, umi mayli. Ramazonning ma'naviy ruhlari bo'lganidek, kecha qiyomining ma'naviy ruhlari bor. Qiyamning ma'naviy ruhi Allohdan tamoman qo'rqish, uningga taslim bo'lish va xushudir. Payg'ambar alayhissalom tahajjud namozlarida shunday edi: Azob oyatlari kelganda to'xtab, Allohdan panoh tilaydi. Rahmat oyatlari kelsa to'xtab, Allohning rahmatini so'raydi. Ko'pincha imomlar taravih namozida turganida o'zining qaysi namozni o'qiyotganligini o'ylanmasdilla yoki hikmatini tushunmasdilla o'qiydi. Qalb taskinligi namozning bir rukni bo'lishiga qaramasdan Allohning oldida qalbning hozir bo'lishi va xushuning namozning maqsad ekanligini his qilmasdan sajda va rukularda qalbi taskinlik topolmaydi. Qalb taskinligi aldirab o'qigan namozda hosil bo'lmaydi. Ruku va sajdalarni xushu bilan ado qilib, qiroatni qisqa qilish makruh holatdagi tezlik bilan o'qilgan qiroatdan afzaldir. Uzun qiroat va qalbi taskinlik bilan o'qilgan 10 rakat namoz makruh holatdagi aldirab o'qilgan 20 rakat namozdan yaxshidir. Chunki namozning ruhi qalbning Allohga butunlay yuzlanishidir. Sifatlik az narsalar layoqatlik ko'p narsalardan yaxshidir. Shuningdek, tartib bilan qiroat qilish tez o'qishdan afzaldir. Mubah qilingan tezlik harflardan hech narsani tushirib qo'ymaslik bo'lib, ba'zi harflar tushib qolgudek darajada tez o'qisa joiz emas. Ammo orqasidagi jamoat foydalanuvdek shaklda ochiq qiroat qilsa, texim yaxshi. Ey qiyam turg'uchi ro'zlar qarindishim, qiyamda turganingizda Allohning bunu buyrug'ini ijro qilayotganligingizni eslang. Allohning huzurida, ya'ni namozda itoatlik bilan turinglar. Qalbda Allohga itoat qilish bo'lmasa, namozdagi qiyamning o'zila kifoya qilmaydi. Siz Allohning oldida qiyamni uzun qilganingizda, insonlarning qiyomat kunidagi 50 ming yillik uzunlikda turishini eslang. Chunki qiyomat kuningizdagi turishingizdan hayotingizda Alloh uchun qiyomda turishingizning uzunligi miqdorida osonlashtirildi. Kechining yarmida yoki oxirgi 3dan birida Alloh taolo dunyo osmoniga tushib mundaq deydi: So'raydigan bormi, beriladi. Duo qiladigan bormi, ijobat qilinadi. Mag'firat talab qiladigan bormi, gunohlar kechiriladi. Bu hatto tong otgan qadar davom qiladi. Ey ro'zlar qarindishim, Ramazonda musulmonlarning kechasi kunduzga aylandi. Ba'zi kechalar qisman yaxshiliklar bilan gullantirilgan bo'lsa-mu, nurg'unlagan kechalar jinoyat va gunohlar bilan vayron qilindi. Ramazon kechalarida ilohiy rahmat tushadigan vaqtlarni boshqa kechalarni zoya qilib o'tganingizdek zoya qilib o'tmang. Ey qarindishim, o'zingizdan so'rab beqing, siz kechining oxirgi 3dan birida nada bo'lasiz? Alloh bilan uchrashdimi yoki Allohga munojat qilishning g'aflatda qilgan uyqudimi? Va yoki Allohga osiylik qilish bilan to'lgan so'rindimi? Tong otgan qadar uxlagan bir kishining gap bo'lganda, payg'ambar alayhissalom u qulqiga shayton siyib qo'ygan kishidir degan edi. Itoatdan uxlagan kishiga shaytonning qilqi bu bo'lsa, ma'siyatchi kishini o'tkazgan kishini shayton nima qilyapti? Ba'zilar kechini Allohning ibodati bilan o'tkazishni ig'ir ko'ryotadi. Undaqda Allohdan g'aflatdagi uzun bu kishining qanchalik qimmati bo'lmoqchi? Ibn Mas'ud radhiyallohu anhuga kechida qiyom turish qodir bo'lolmayotimiz deyildi. U dediki, gunohinglar sizlarni kechalik qiyomdan mahrum qildi. Shunga Fuzayl ibn Iyaz aytganki, kechida qiyomda turishga kunduzda ro'za tutish qodir bo'lolmasang bilginki, sen mahrum kishisan. Xatolarlaring seni kishallab qo'yibdi. Ey Allah, oxiratdagi sen bilan yuzlashadigan kunda turmushimizning go'zal bo'lishi uchun dunyoda sening oldingda turishimizni go'zal qilgin. Bizni dunyo xorliqi va oxirat azobidan saqlagin. Amin. Manba Ramazonning ruhi va uning ma'nosi nomli kitob. Tarjimada Muhammad Tursun Yusuf.